Salom do'stlar, bugun biz Jinoko'yda telefonga tortilgan suratni green kartaga daraxtga Photoshop orqali жасaymiz. Al uchun suratni ochamiz buyoqdan Photoshopga open suratni tanlaymiz. Surat açıldı. Okay. Keyin bu suratdan Quick Selection tool'u tanlaymiz. Radius bulardan cho'ng olsak bo'ladi. Shunday. Okay. Ocean tip tanlab olgandan keyin delete deb bosamiz. Masalan, background color deb tanlaymiz. Okay bosamiz. Keyin Monday selection tool'dan okay. O'sha üzerine JK'si başı cho'ngroq bo'lishi kerak biraz. Anan жаңы açamiz. Anan razmerin 51 mm'ga 51 mm açamiz. Okay. Sonra bunu copy, Ctrl and C paste. Okay. Bunu tanlaymiz. Show transform controls. Okay. Biraz kişileri gitsek. Bunday çıkardı. Bunu shift'e basıp bunday kişileri temiz. Okay. Kişileri temiz. Okay. Bizim surat tayyor почти. Endi buni uchun mana file export as okay. Bu yerden green kartaga 600 pikselden 600 piksel kvadrat bo'lishi kerak. 600 pikseldan 1200 pikselgacha bo'ladi. 602 значит bo'ladi. Okay. Export. Кстати, мы можем это поменять PNG-ден JPEG-га алмастырып. JPEG. Сохранить. Green. JPEG. Вот все. Okay, green.